Bu mo'jiza sodir bo'lgandan keyin odamlar Iso alayhisalom haqida gapirishni boshlashdi. Endi Banu Isroilda ana shu haqdan ozib ketgan rohiblari, dindorlari Iso tomonga o'tib ketib qolishidan odamlarni qo'rqishdida, ana shu davrda Rimga tobe bo'lgan podshohni oldiga borishadida, Iso o'zini yahudlarni podshohiman deyapti. Odamlar unga ergashib ketadigan bo'lsa, sendan podshohligini tortib qo'yadi deb qo'rqitishdi. Podshoh o'qdi, Iso alayhisalomni o'ldirishlik uchun topib kelinglar deb buyurdi. Ular o'ldirishida ham o'ldirishar edi. Odam o'lmasdan turib, ana shu krest deymiz mana, xochga yotqizib, qo'llari, oyoqlariga miq qoqib, o'pkasiga miq qoqib, tirikligicha ilib qo'yishar edi. O'pkani qoqib qo'yganligidan nafas etmay bo'g'ilib o'lar edi. Bir necha kun azoblanar edi. Va yukallimun nasa fil mahdi va kahla min as-solihin. 5 yilda gapirardi va kahl bo'lgandaga. Kahl degani 30 yoshdan o'tgan odam kahl deylar arab tilida. U chol bo'lgan emas. Iso alayhisalomda osmonga ko'tarilishi haqida juda ko'p ma'lumotlar bor. Isroiliyot yoki Tavrat yoki Injildan naql qilingan narsalar. Lekin bizni sahih kitoblarimizda keltirgan mana bu bobdagi eng afzal rivoyat bu Nasoiyning imomi Muslimning shartiga ko'ra rivoyat qilgan bir hadis. Mana shu bobdagi eng afzal hadis mana shu. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Alloh taolo Iso alayhisalomni osmonga ko'tarmoqchi bo'lgan paytda 12 ta o'tirgan sahobasining oldiga chiqdi. Sochlaridan suv tomib turardi. Ya'ni g'usl qilib chiqqanligi ko'rinib turuvdi. Chiqib aytdiki, sizlarning ichinglarda dedi, bittalar menga 12 marta kofir bo'lasizlar dedi. 12 ta sahovoriga aytayapti. Endi istab kelyapti askarlar. Kimlar xohlasizlar? Meni ko'rinishim, meni shaklim unga o'tib qoladi, meni o'rnimga olib chiqib, osib o'ldirishadi. Va qiyomatda meni darajamda bo'ladi dedi. Jannatda men bilan birga bo'ladi dedi. Hammasi taraddudda bo'ldi. Yana kim fido qiladi o'zini? Kim qurbon qiladi men uchun o'zini dedi. Tavhiyya birodarlar. Ana shular ichidagi yoshi eng kichkina bir yigit men deb turdi. Iso alayhisalom yo'q, sen o'tir dedi. Yana qaytardi so'zini. Hali yigit men dedi. Ha, sen deyishligiga Iso alayhisalomning shakli unga o'tdi. Iso alayhisalom ikki to'p qoldi u yerda. Va ana shu xonani Ravzanatul Bayt deyiladi. Uyda shiftida bo'ladigan derazani Ravzana deyiladi. Ana shu Ravzanadan chiqib ketdi osmonga qarab. Bu haliga kallam sig'di, yelkam sig'mayapti deb turgan u akalar gap. Bu ekan biz Isroiliyotdan, Tavrat ichida olgan bir botil bo'lgan asli sahih bo'lmagan ma'lumotlar. Alloh taolo ko'tarmoqchi bo'lsa, bandasini o'sha qilib qo'yib qo'yadimi? Subhanalloh. Tevaga ko'tarib olib chiqib ketdi Alloh taolo. Chiqib ketishligiga askarlar kirib keldida va Iso alayhisalomga o'xshab qolgan ana shu yosh yigit ushab olib chiqib ketdi. Miqqa qochga qoqib, osib o'ldirishdi. Qolgan havoriylar ushab olib chiqishdi. Ularni so'roq qilishdi. Ular aytishdi, 11 ta qoldi bular. Ha, biz uni ashoblarimizdan bittasi, yo men uni sohib emasman dedi. Kofir bo'ldi. Qo'yib yuborishdi. Bir muddatdan keyin yana yig'ib kelishdi, dapros qilgani. Hammasi aytishdi, biz sohibimiz dedi. U yana kofirman dedi. Qolganlari bekindi tarqab ketdi. Uni tutib kelishdi. 12 marta tutib keldi, 12 marta kofirman dedi. Ana birodarlar, iymon keltirib qo'yib ham xotirjam bo'lmaslik kerak musulmon. Chunki ketar soatimizda qaysi kalima bilan kelishligimiz Alloh taolo biladi. Shuning uchun musulmondan bitta qanoti Allohning rahmatidan umid bo'lsa, ikkinchisi azobidan qo'rquv bo'lish kerak. Chunki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tirikligida jannatning xabarini olgan, ummatning eng afzal insoni degan, yer yuzini payg'ambarlardan keyin bosgan eng yaxshi odam Abu Bakr degan payg'ambarimiz. Shu Abu Bakr aytayapti. Bitta oyog'im jannat eshigidan oqlab o'tgan bo'lsa-yu, hali ikkinchisi tashqarida turgan bo'lsa, qo'rqaman Allohning makridan deydi. Alloh mana shu joyda bitta makr qilib, kirgan oyog'imni ham chiqarib olishidan qo'rqaman deydi. Biz oq tusida qo'rqishimiz kerak birodarlar. Bizga hali jannat xabari berilgani yo'q.